Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 29-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.447 tiyin bo'lib 48.99 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.993.61 tiyin bo'lib 33 so'mga arzonladi. 1 Rossiya rubli 150.22 tiyin bo'lib 2.21 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22.43 tiyin bo'lib 1 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.